Assalomu alaykum, namozxon muxlis. Omonmisiz? Kanalimda namoz jadvallaridan foydalanib borayotganingizdan bag'oyat xursandman, shodman. Azizlar, kanalimda yangi bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida mana har bir namozda namoz necha rakatdanligini ko'rsatib yozib o'tganman. Bemalol ko'rib qarab foydalanishingiz mumkin. Azizlar, Telegramda kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Silkasini soобщение bo'limiga qoldiraman. Iltimos o'tib obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqmay qolsa, Xudo xohlasa har kuni Telegram kanalimda chiqib boradi. Shunday ekan, azizlar, aktiv bo'lamiz. Like ni bosamiz azizlar. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. O'sha uchun obuna bo'lamiz, like ni bosamiz, videolarni oxirigacha ko'ramiz va yaqinlarga yuboramiz. Azizlar, kommentariyalarningizni o'qib boryapman. Kommentariy yozganlarga assalomu alaykum, alaykum assalom. Barchalaringizdan, barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Ming bor uzr, har bittalaringizga alohida javob berishga vaqtim, imkoniyatim yetmayapti. Mana o'sha uchun mana shu yerda o'zida kommentariyalarga javob berib o'tayapman azizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.